Xitoyda hali ham shunday qishloqlar borki, ko'rgan odam larzaga keladi. Sichuan viloyatida dengiz sathidan 1600 metr balandlikda tog' tepasida joylashgan Bacheloros qishlog'i. Qushlar ham u yerga ucha olmaydi, maymunlar ham chiqishga qiynaladi. Ammo hayratlanarlisi shundaki, bu joyda 72 ta oila 200 yildan oshiq yashab kelmoqda. Eng dahshatlisi, qishloqqa kirib chiqishning yagona yo'li tushib ketay deyotgan qoya yonidagi temir zinapoya. Bu zinaning 2556 ta pog'onasi va 800 metr balandlikdan tushishi bor. Go'yo 250 qavatli binoga chiqishga o'xshaydi. Atrofda hech qanday narsa yo'q, faqat tubsiz jarlik. Tomosha qilganda ham bosh aylanadi. Yana ajablanarlisi, 2016-yilgacha bu yerda hatto temir zinalar ham bo'lmagan. Odamlar faqat daraxt shoxlari va toklardan yasalgan oddiy narvallarda qoyalarga osilib, tashqariga chiqishgan. Xatolik qilishsa, tubsiz jarlikda hayotlarini yo'qotishgan. Keyinchalik hukumat millionlab dollar ajratib, 6000 dona temir turbani o'z qo'llari bilan tog'ga ko'tarib chiqib, dunyoni lol qoldirgan bu mo'jiza yo'lni qurishdi. Xo'sh, siz shunday qishloqda yashashga rozi bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.